Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, naqshchilar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Men mush programma orqali men naqshlarni intayin yaxshi ko'rib anglaydigan, ovoz bergan filmlarni kichikimdan boshlab shunday yaxshi ko'rib ko'rdigan, o'zim eng amroq, eng hurmatlaydigan san'atkor bilan sahnada birlikda o'g'inish ham shundaqla mushundaq maydonda ko'rish sharpiga muyassar bo'lganligimdan intayin xushalman. Shavkat, mana Şinjan radio televiziya stansiyasi bilan Özköy madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan bizning studiyege kim keldi programmamiz night alqishliq programma bo'lib qoldi, ha? Mana bugun keldigan mehmonimiz ovoz artisti asli. Shundaqmi? Shundaq. Naqshini tek shunchalik go'zal aytadi. Kinolarda rol aldı, itotlarda rol aldı. Asan emas bundaq olmoqchimi? To'g'ri. Studiyege kim keldi programmamizning bu soniga qaysi mehmonimiz keldi ekan? Studiya kim keldi program nahmedaniga Gülbahar ustaziyib keldi. Yaxshi Gülbahar'da yaxshi turdingizmi? Qani marhamat. Rahmat. Endi suhbatlarimizni boshlab ketsak, siz hozirgacha davlatlik birinchi darajalik ovoz artistisiz, hamda siz naqshchisiz. Mushu kasblardan tanladisa, qaysini tanlab qolasiz? Ovoz artistlik kasbi boshqa san'at turlariga selishtirganda alayligiroq farqlanadigan qaytalanma ijodiyat jarayoni bo'lib, biz aslidagi obrazni ko'rib, biz qaytadan ijodiyat qilamiz. O obraz yig'laymiz, kulimiz. Bu o'zimning kasb bo'lgan ekan, bu kasbni men bak yaxshi ko'raman Adila. Naqsh kasbi bo'lsa, bizningki hamda mush muzika bilan birlashtirib, o'zimizning ichki dunyosini mush naqsh orqali ifodalab beramiz. Bu naqshdan faqat ayrilanmaymiz. Siz bilasiz, men bak yaxshi ko'raman naqsh aytishni. O'tir bak yomon. Bilaman. Shu har shikilsining o'z oldiga alayligi bor. Sizning ovoz artisti bo'lish jarayoningizga qiziqaman. Qisqasi, o'zingizning san'at hayotingizni so'zlash to'g'ri kelamdiki deb o'ylayman buningga. Shundaq. Ovoz artisti bo'lib qolishimdan mundaq sabablar bor. Men kichigimdan o'xshamagan tiplik odamlarni do'rashqa, jon-jonivorlarni do'rashqa, unda hatto o'qituvchilarimni shunchalik do'rib yetdim. Jonqayni oldi qilib do'ravassam. Şunun balla paraq külyotdi-da. Şunun bir vaqt hammamiz tas to'xtab ketdi. Shunda qarsam, muallim kirib meningki o'zini doğravatqanimni ko'rib turibdi. O'zimni baq o'qib ketdim o boshlang'ichdagi vaqtlarim. Shuning bilan muallimning darhol ochiq keldi. Muallim meni aşı darsdan tushkicha 1 soat jonqayni oldi turg'izib qo'ygan. Faqat esimdan chiqmaydi. 1989 ben Qashqar televiziya tarjima bölümge ovoz artistlikka imtihon berib, ovoz artistlikka qabul qilindim. Shuningdan boshlab mening ovoz artistlik hayotim boshlandi. Xizmat ehtiyoji deb shu Abnumrayliq televiziya teatr tarjima markaziga yo'tkab akeldi. Hozir shu yerda xizmat qilyapman. Men Qashqar san'at maktabininki drama kasbida o'qigan. Mening ovozimning tusi qarab muqam esi bo'ladi ekan, xalq naqshlarini esi bo'ladi ekan deb menga sata taqsim qilingan qo'shimcha. San'at demak bir 6 oyda ishlagandim. Shu vaqtda hamda bir universal artist bo'lib ketdik u yerda. Gitarni shu vaqtlarda azdir ko'ptir chalatdim. 5 yilda shu satar chelishdan boshlab ekansizda hamda. Unda qo'ygandikin bugun bir boshlab boqqan satardan. Ma'qul. Qandaq? Ma'qul. Qalmaq zarandek qizil yüzlüm yarim, qizil yüzlüm yarim, Novat bilen
Bütün sözüm yarim. Sonlarının bir otlarla çalıdıkensiz. Mən oylab baxsam Gülbahar adamın həqiqi məstansı gəlməcimi. Gülbahar adamı satan bək yaxşı çaldı ikən, mən mu satacışını gəlgən. Gerçi Gülbahar adamda yaxşı çalanmısam mı? Gülbarada bizmiş programımızda nait kızgın paranlaşıp mana moğduşup körülmenlerimizden sizden sorgan suallarını unutup kakıldas kavatımız. Mışı Oppo televizor çıkvatkan suallardan kaçıncını tanlayız saldı da? 3-ni tanlay. Gülbarada qanday ahvolingizz yaxshi turatamsiz. Sizning muqam bilan o'tgan kunlar qatorli filmlarda og'ir rollaringizni biz nihoyat yaxshi ko'ramiz. Sizdan bir savol so'rab baqsam, siz aktyorlikda kasbiy tarbiyalanganmi yoki o'zingizning tirishchanlik orqali mushuncha yaxshi obrazlarni yaratgandingiz? Ben Qashqar Senet Mektebining darama kasbida o'qigan. Shuning ta'sirida meni keyin bu muqam bilan o'tgan kunlar filmida baş rolning ayolini tanladi. Cho'ngroq televiziya teatri bo'lgandan keyin buningga bakrak tirishdim o'zimmi. İzlendim. Biz endi bir o'yladi bir urushib mushlashadigan ayrı. Bu ashut. Voy shunda ochiq yomon ha. Bosh uyga kirib o'g'chimi men titrab turma ha. Men deb kira. Yaxshi gap ep kelamo yoki meni urman deb kiramo deb mushundaq endish ichida bir kuni shu o'ylada o'tirasam kiriblam mush chash boshlarimni yulib ashundaq so'rab urib ketgan. Shu vaqtda men baq qiynalgan. Isit bir rol o'ynamsam bo'pti-ku. Beka boshqada beka meni tatqishlab nimancha urdigan deb o'ylab qolgandim, lekin rejissormu hamda men o'ynab bo'lgandan keyin intayin rozi bo'ldi. O'zimni o'ynagan rolimdan bek rozi bo'ldim. Bu film Jongyangtaydan qo'yildi. Mamlakatlik 5 bir qurilish mukofotiga erishdi. Demak, mushu kino televiziya teatrlarga qatnashib men pishib yetildim. Gülbarda siz şu kinolarda, yani köp kısımlık televiziya teatrlarda rol alganda, sizge icabi rol köprek taksim buldu mu yoki salbiy rol mu? Icabi rolni köprek oynadım. Muş naq meydandala bir ovoz berdigan ishni baqaylimi? Qilayli. Adila, mush naq maydonda fikam moslashmagan bo'lsangiz, biz odatda uyri turib ovoz beramiz. Turib beraylikmi fikam ovozni? Bo'ldi, texi yaxshi bo'ladi. Endi boshlayli. Ma'qul. Programımızın xas namını ağan Şinjan Paradiosu çeklik şirketiga, Oppo Find X sürüşlük 5 GB telefonlarının hamkarlaşqanlıqıga, yegi qahralarının strategik hamkarlaşqanlıqıga, romantik raq sanatının qollığanlığıga alayda rahmet eytimiz. Vay bunu saklamışım. Sarkıp gittim apa. Apa onu kaydırıp gel apa. Apa. Gülbahar adamın ovoz bəgini naq maydonda ko'rib shunda hayajonlandim. Muşandaq bir rollar ovoz berganda, oshnoqdan keyin chiqib kayfiyatingizga daxli yetadi. Şu bir gün şu ovoz o'lish uyida, mushtaq ovozlarni berib uyga borgan vaqtda qopoqlarim turilib ketdi qaram. İxtiyorim emas, chunki men muhitdan chiqolmadim texi. Bir gün keşvoq shuning ichida bo'lgandan keyin ash muhitdan chiqolmay xeyli vaqtchilik shu qopoq turib, bir xil xuyum tutib qolgan holatda. Asta-asta chiqib qolgan ekan. Naq maydonda vaqirayotgan, yig'layotgan, uningda sal jafo tortamiz, lekin qo'yilgandan keyin ko'rurmanlar yaxshi baho berdi. Shuning bilan mening nodig'im chiqdi.
İkinci sual kaçıncını tanlaysız? 5-ni tanlay. Yaxshimisiz Gulbarada, men izchil sizning naqshlaringizni yoqtirib anglayman. Sizdan so'rab baqsam, siz 12 yil naqsha aytmay, keyin naqsha aytishni boshlagandan keyin qiyinlik his qilganmidingiz? Men ovoz artistlik kasbiga olmishiblam. Ovoz artistlik kasbiga butun vujudim bilan kirib ketibdiman. Rast. 12 yil naqsha aytmabdiman. Şunun o'ylab baqsam, bu naqshini bak yaxshi ko'rmay kichigimdan aytib cho'ng bo'ldim. Shunun 12 yil naqsha aytmay, qaytadan naqsha aytishni boshladim. Garchi men naqsh kasbidan muntizim tarbiyalanmagan bo'lsam-mu, qattiq tirishdim. Rast. Endi bu talantingiz bilan tirishish birlashgan bu g'ashqa. Shuning hozirgi natijalarınız bo'ldi deb qaraymiz Gulbarda. Bugun sal ko'p avar qilib qo'ydigandek turimiz. Hech vaqasi yo'q. Endi shu duttalik naqshidan bir nog'lig'imiz kevatdi. Ondan birimiz yega qahvalarini bir ichib, azroq bir ruh Shunda qilib. Evet, yaxşıymışsınız. Gülbaharda yani bir sual qaldı o endi. Qançıncı tanlaysız? 6-ni tanlay. Gülbaharada yaxshimisiz? Siz ovoz artistlik kasbi bilan shug'ullanayotganingizga uzun yillar bo'libdi. Müjdatga qo'shgan to'hfangiz nihoyat cho'ng. Siz ovoz bergan filmlashchida cho'ng mukofotlarga erishgan filmlar bormi? Rahmat. 40dan ortiq kino televiziya filmi mamlakatlik avtonom rayon bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofotga erishdi. Kangshi xonadonligi filmida podshoning ayoli Ibanuning ovozini berdim. Siz bergan ovozni. Umu 10-chi navbatlik mamlakatlik osonlik millatlar tilidagi munavvar film baholashda 1-chi darajalik mukofotga erishgan. Daryo suyi sharqqa oqmoqda, Qizil Kirist atriti qatorliq mush cho'ng tipdagi filmda men bosh rol ovoz bergan. Mushmu mamlakatlik osonlik millatlar temisidagi munavvar film baholashda 1-chi darajalik mukofotga erishgan. Endi Gülbaharda paranımız xeyli uzab qaldı ya. Qaysi naqshlarınıza keldiniz? Men 1-chi naqshamga Güzel Qashqar, 2-chi naqshamga O'g'lim, 3-chi naqshamga Xalq chatma naqshlari, 4-chisiga Guli degan naqshni olib keldim. Undaqda sizni naq maydonga bir taklif qo'yayli Gülbaharda. Marhamat. Sevimli Gülbaharada, emsi özünüzün güzel nakşlarınız bilen sahnemizi canlandırıversininiz. Qani, merhamet. Boludu Adile. Bütün küçüm bilen tirişimen. Şentiniz, kamil gülümerim, merhamet.
3, 2, 1. Partiyenin mikri bile baxt tapkan güzel Kaşgar. Partiyenin mikri bile baxt tapkan güzel Kaşgar. Hemme yıkım gülçimen zar kudret tapkan güzel Kaşgar. Kudret tapkan güzel Kaşgar. Yükselgene güzel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar. Yemin olsun sefer boyla yükseldin sen alğacanda. Ecelmakta kucağında ulu kalbe nuri çaknar. Yükselgene güzel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar. Yükselgene güzel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar. Sende halkın arzu bekti kündün künge çiçekleydi. Sende halkın arzu bekti kündün künge çiçekleydi. Bizni ulu kompartiye mengü alğa yetekleydi. Mengü alğa yetekleydi. Yükselgene güzel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar, namın dılda gazel Kaşgar. Gülbahar, bu nakşınızı şunda güzel yansıtıp ettiniz ki, ben burunqi çoğun apam bilen oturup radyo anlayan vaktim yadımga keldi. Men isimni bilsem, şu güzel Kaşgar degan naqsha bütün xalq Senin üçün har zara bulğunum kalsın. Otlarında para bulğunum kalsın. Otlarında para bulğunum kalsın.
roziman o'g'lim. Gözleringge tola qarab arg'ıным qalsın. Seni izlep her koçağa barg'ıным qalsın. Seni izlep her koçağa barg'ınym qalsın. Gözleringge tola qarab arg'ınym qalsın. Seni izlep her koçağa barg'ınym qalsın. Seni izlep her koçağa barg'ınym qalsın. Ana degen sözümdin, olmak sebebi gözümdin. Fakat kansa bu dilim, razımen oğlum, razımen oğlum. Fakat kansa bu dilim, razımen oğlum. Fakat kansa bu dilim, razımen oğlum. Gülbarada, endi bizning mundaq bir o'tkilimiz bor. Mastanalar arzusini amalga oshiramiz. Mana hayajonliq minutlar oxiri yetib keldi. Gulbahor adam bilan birga sahna numar o'rinlaydigan bo'ldik. Endi sizga mushundaq bir mastana kelidiki, o kim o desangiz, tojik qizi Narimon. Sahnada ko'rishaylik. Sizga rahmat Narimon. Qandaq bo'p bugun siz mastana bo'lib kelishni o'ylashdingiz? Gulbahor adamning naqshlarini bek yaxshi ko'rib anglaydim. Rahmat. To'g'ri, shuning bilan bu qitim shunda bir kelish fursatiga ega bo'pdim. Shunda xush bo'ldim. Undaqda ikkinglarning birga aytadigan naqshanglar Gulbahorda qaysini birga aytsanglar bo'lar? Men Narimon singlim bilan chatma naqshlarni olib keldim. Shuni birlikda aytay. Sahnamiz sizlarga qoldi. Qani, marhamat. Şinjan Faridiyo Soçaklık şirketi xas namını ağan Oppo Fine X3 yürüşlük 5 yan telefonlar hamkarlaşkan, Yega kahveleri, stratejilik hamkarlaşkan, romantik raqsaneti qo'llagan istudiyege kim keldi programmimiz nait qizg'in davomlashmoqda. Narimon singlim undaq bo'lsa, birinchi kupletni butun men aytime, ikkinchi kupletdan boshlab siz qo'shiling. Ha, bo'ldi adam.
şox oynamız dep keldi. Bugünküde meşrepte şox oynamız dep keldi. Bağım yox menim, çağım yox menim, meşrep yox yerde. Bağım yox menim, çağım yox menim, meşrep yox yerde. Çağım yox menim. Men biringa kirmeymem şirin canı canıma. Onarımı üzmeymem şirin canı canıma. Dikeldim aklımga şirin can canıma. Nadan bilen yürümeymen şirin can canıma. Dikeldim aklımga şirin can canıma. Nadan bilen yürümeymen şirin can canıma. Balara şamman uçup seni esletti. Günle ara bul bul sayrap seni körsetti. Yar yarda gece gündüz yüreğime taşla. Olmadım deryama şirin canı canıma. Leyli bilip çökmeydi şirin canı canıma. Sayarımın otları şirin can canıma. Yalkılaydı öşmeydi şirin can canıma. Sayarımın otları şirin can canıma. Yalkılaydı öşmeydi şirin can canıma. Şembe keliyek şembe keldi şembe kelsey şembe kel. Şembe keliyek şembe keldi şembe kelsey şembe kel. Kaşlarını oynatıp sen almalık bağımda gel. Kaşlarını oynatıp sen almalık bağımda gel. Sen sevindim o beni koyma sevindim ben seni. Sen sevindim o beni koyma sevindim o seni. Sen kayarımda sevindim ben yüreğimde seni. Sen kayarımda sevindim ben yüreğimde seni. Sen kayarımda sevindim ben yüreğimde seni. Ben yüreğimde seni. Sizlarga tuğgularımız üzülmeydi bizning ham. Güzel markasidagi juyish buyumlari bilan xalqimizga mulozimat qilib kelgan 30 yillik mo'l ishlab chiqarish tajribasiga ega Şinjan Güzel Juyish buyumlari zavodi yangi resep bilan ishlab chiqargan güzel markalik bir juyish buyumlarini sizlarga so'qildik. Gülbaharada bir naqshingiz qoldi ya? Shundaqmi? U bo'lsin biz boy deyishgan guli. Şundaq. Özümüzni ana shu siz tasvirlagandek gül his qilib biz pastda o'tirib anglaylarmiz Nariman. Shundaqmi? Ma'qul, rahmat. Juring Nariman. 3, 2, 1. Programımızın xas namini Şinjan Radio Soçaklik şirketi algan. Oppo Fine X3 sürüşlük başçıyan telefonlar hamkarlaşkan. Yego qahvalari strategik hamkarlaşkan. Romantik raqsanati qo'llagan.
全都是梨娃姑娘，梨娃人总和花朵生活在一起。漫漫黄沙吹不落，天身上的花朵，梨娃姑娘彼此学礼不比。咕哩咕哩，马中的你，咕哩咕哩，美丽无比。咕哩咕哩，你在哪里？咕哩咕哩，在我心里。有多少小姑娘都叫咕哩，我不知道哪个咕哩就是你。为什么你有一个花样的名字？是不是故里比小